Assalomu alaykum. Tema yana Toshkent parki. Ikkinchi videoda hisoblasak bo'ladi. Murojaatim Toshkent parki rahbarlariga va o'zini aqlli deb bilgan, meni fikrimcha, haydovchilarni omi, tupoy deb biladigan yuristlarga. Sizlar yurist degan nomni faqat ariza yozish kerak degani emas. U yurist qonunni himoya qilish kerak, qonun doirasida ishlarni bo'lishini ta'minlab berish kerak deb o'ylayman. Srazu arizalar yozib tashlash kerak emas. Sizlar Alloh xodimlaringlarni muomala madaniyatiga o'rgatib olinglar. Agar parkovkada haydovchi ichida bo'lsa, nimaga qo'li ko'ksida kelmaydi? Nimaga kapot tomondan, ko'rinadigan tomondan haydovchini oldiga kelmaydi? Nimaga qorong'ida kapishon, shapkalarni bostirib olib, shopir yonidagi eshikni balon ohangida taqillatadi, oynani taqillatadi? Nimaga? Mana shu sabab haydovchini cho'chitib yorib, yana imo ishoralar qilib, tushunarsiz, oxiri janjalga kelib chiqadi, oxiri ishlar sudga olib chiqadi. Xuddi sudyalarni bizdan yoki sizlardan boshqa qiladigan ishi yo'qdi. Jinoyatni ham oldini olinglar, qonun buzarchilikni ham oldini olinglar deyilyapti. Nimaga sizlar yurist bo'lib shablonlar qilmaysizlar? Kerak bo'lsa, soqov nogironligi bor xodimlaringizga nimaga qo'ling ko'ksingda bo'lsin demaysizlar? Nimaga haydovchilarga yaxshi gapirgin demaysizlar? Nimaga tegmalaring mashinasiga demaysizlar? Ana oldin mana shu ishlarni qilib qotirib qo'yinglar, keyin arizalarni shaqillatib yozinglar. Yana bir bor qaytarib o'taman, Toshkent parki shtraf yozadigan xodimlar bilan ehtiyot bo'lib gaplashinglar. Planshetiga hamma narsani yozyapti. Davay qilyapti. Shopir konditsiyaga olib kelgandan keyin haydovchilar sudlanib qolyapti. Shunaqa ishlar bo'lmasligi uchun ehtiyot bo'linglar, o'zinglarni bosib olinglar.